Minecraft View ve biz bugungi videoda damlama tayyorlashning oson usulini ko'rib chiqamiz. Va bizga kerak bo'ladigan birinchi narsalar bular: hopper va damlama tayyorlaydigan. Va biz ularni qo'yib chiqamiz. Va biz hopperlarni mana shunday qo'yib chiqishimiz kerak. Va biz bu yerga platforma quramiz. Bu yerga ham xuddi shundayini quramiz. Va biz bu yerga suv qo'yib olamiz. Suvga ahamiyat bering, shu yerlar to'la bo'lishi kerak. Platformani qanday qilish ahamiyatsiz, lekin xuddi shunday bo'lishi kerak. Sizlar 2 kishi bo'lishingiz kerak va bu yerga ikkinchi odam uchun ham platforma qo'yib qo'yamiz. Siz bu yerda o'tirib idishni olasiz va bosasiz. Men hozir kreativdaman, shuning uchun bo'lmaydi. Videoni to'xtatib turaman va ishimni to'ldirib tayyorlantiraman. Tayyorladim. Men shishadan yasadim, shuning uchun men bu yerga verstiga qo'ydim. Sizlar uncha qo'yishingiz shart emas. Va biz burchagrog'iga turamiz blokni va suvga bosamiz. Va shunday qilib suvli idish hopperga tushadi. Va qarab tursangiz hopperdan pastga tushaveradi. Va biz bu tomondan ham shunday qilamiz. Keyin shunday qilib hopperlarga suvlar to'ladi. Bu yerda esa ikkinchi o'yinchi bu yerlarga narsalar to'ldirib chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda asta-asta to'lib bormoqda. Va men tepaga ko'p suv idish qo'ymaganman, shuning uchun bular oxirigacha to'lmagan. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan men Minecraft View.